Sanjar aka, shuncha bachok nima qilasiz? Ukajonim, bugun небольшой podkast qilamiz. Shu pulverizator, pena-bachok, ручной, elektrichеский, nakashnoy pena-bachoklar to'g'risida ma'lumot beramiz. Boshlaymiz. Birinchi pulverizatorlardan kelamiz. Qo'limda professional SGCB dan pulverizatorimiz bor. 360 gradusga aylanadi. To есть buni qiynalib yurmaysiz. Afzallik tarafi plastiki yaxshi. Trubkasi oxirida turadi. Birinchi ishlatsa bo'ladi. Buni variantlar keladigan bo'lsa, hozirgi kunda bizda 0.5 yarim litrovisi bor. Bundan kattalari ham bor. Endi professionalning yana bittaga keladigan bo'lsa, kvazardan bor. Bu 3 xil rang bo'ladi. Endi yashildan boshlaymiz. Yashilda afzalliklari: plastik, жесткий, uzoq ketadi. Trubkasiga keladigan bo'lsa, наконечник металлический. Bunda plastikoviy edi. Razницasi nimada desa, mana plastikoviy olamiz, жесткийni 360 ishlata olmaymiz. То есть sepamiz, sepa olmaymiz. Endi metallический наконечникka keladigan bo'lsa, trudno доступный joylarga shuni aylantirib sepsangiz bo'ladi. Mana suv ham chiqyapti. Endi ranglarga keladigan bo'lsak, farqi nimada desangiz, yashilimiz bu neytralniy sostavlar, именно quick detail, то есть salon tozalash uchun небольшой anaqa neytralniy sostavlar ishlatish uchun ishlatiladi. Bizda neytralniy sostavlarimiz bor, quick detailing, tam detail degan mahsulotlarimiz bor. Endi sariq rang keladigan bo'lsa, bu низкощелочныйlarga ishlatiladi. Bu ham 360 gradus ishlatsangiz bo'ladi. Наконечник металлический. Afzallik tarafi bunga kimchilik saloni uchun Pulimax, Inner, undan tashqari Mertimiz bor. Mers ham ishlatsangiz bo'ladi. Uzoqqa yetadi. Adashtirib yormanglar. Nima esa ko'p mijozlarimiz pulverizatorni noto'g'ri ishlatgani uchun pulverizatorlar buzilib qolyapti va musorga tashlab yuboryapti. Endi qizilga keladigan bo'lsa, bu agressiv sostavlar uchun ishlatiladi. То есть кислотный, Alumax, acid cleaner, shampun, то есть высокощелочный sostavlar uchun rosa yaxshi sredство. Bu ham 360 gradus ishlatsangiz bo'ladi va наконечники bor. Bu ham SGCB ga o'xshab bemalol qatirganingizdan keyin bemalol aylantirib ishlatsangiz bo'laveradi. То есть qo'lingiz uchun удобно bo'ladi. Men bor o'zi telefon olib qoldim. Endi pena-bachoklar keladigan bo'lsa, bizda 3 xil variantimiz bor. Birinchi variantimiz no name, Xitoy. Afzallik tarafi arzon. Birinchi uzoq ishlatsa bo'ladi. Buni uyda ishlatsangiz bo'ladi, moykada ishlatsangiz bo'ladi. Trubkasini ko'ryapsiz, plastik va rezinoviy, точнее, pastda turadi. Nom yo'q, olsanglar bo'ladi. Narxlari yaxshi. Endi ikkinchisi keladigan bo'lsa, bizda professionalniy bor, SGCB. Уже farqida nimada, og'irligida bilinadi. Потому что bu yerda haqiqatda latun ishlatiladi. Bu yerda latun ishlatiladi, lekin mana yengil. Afzallik tarafi qo'lingizdan bachok tushib ketib qolsa, hech nima bo'lmaydi, sinib ketmaydi. Bu yerda riski bor ozgina, в любом случае, потому что no name, nomi yo'q. Professional moykada ishlatsangiz bo'ladi va uyda ishlatsangiz bo'ladi. Endi uchinchi variant keladigan bo'lsa, Foam Heroes'dan bor. Bu biz ofitsialniy distribyutorimiz. Buni afzallik tarafi haqiqatda professionalniy 360 gradus ishlatsangiz bo'ladi. Metallический наконечники bor. Mana ichida ko'rsanglar, шестигранниклар bor va uchiga наконечник отдельныйsi bor. Buni uyda ishlatasiz va professional moykada ishlatsangiz bo'ladi. Endi pena-bachoklar keladigan bo'lsa, bizda hozir 2 xil variantimiz bor. Ручной, накачной, точнее. Kachas qilasiz, ishlatasiz. Afzallik tarafi 2,5 litr sostav qo'ysangiz bo'ladi. То есть katta gruzovigingiz bo'lsa ham gruzovikda ishlatsa bo'ladi. Ikkinchi variant keladigan bo'lsa, elektrichеский. Bunimiz 2 litrovый bo'ladi, 2 litr sostav qilsangiz bo'ladi. Qanday ishlataman desanglar, bunga 200 mg shampun qo'yasiz va 1,8 litr suv qo'yasiz va bemalol ishlataverasiz. Afzallik tarafi Type-C va zaryadingizni ko'rsatib turadi. Endi pulverizatorlar keladigan bo'lsa, professionalniy, nakashnoylar keladigan bo'lsa, kvazardan 3 xil variantimiz bor. Birinchisi 2 litrovый, ikkinchisi 1,5 litrovый, uchinchisi 1 litrovый. Afzallik tarafi buni keladigan bo'lsa, buni hamma tonirovщикlar biladi. Uchi aylanadi. То есть удобствоsi
udobstvosiga keladigan bo'lsak, turli dasturni joylariga regulirovka qilib separasiz. Keyin buni undan oldin pulverizatni ko'rsatganimdek, наконечник металлический. Mana osilib turadi. То есть sostavingiz ozgina qolganda yoki turli dasturni joyiga tiqolmayotgan bo'lsangiz-da, men uzr tiqolmayapman devordim. Turli dasturni joylariga nakachas qilasiz, aylantirasiz va sepasiz. Bu mahsulotlarni qayerdan olaman desangiz, Toshkent shahrida DPL shopdan olsanglar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Shunaqa podkastlarimiz ko'proq bo'lib turadi. Salomat bo'linglar.